22-iyun kuni Silokremniy bilan ishlov bo'lgan kechki paxta maydonimiz mana Uchko'prik tumanidagi. Mana paxtani holatlarini ko'rishingiz mumkin. Baylari qalinlashib, hosilga yotgan. Mana paxtamiz. Mana dehqonlar o'zligi ham shu yerda ko'rib turishibdi. Mana molxonani atmentga qilib qo'ydik. Davronboy qalay o'zgardimi paxta? Zo'r, vobshe zo'r o'zgardi Silikri. Mana endi ikkinchisini beryapti. Ikkinchisida ham. Ikkinchisi mana bugun 17-iyul ikkinchi ishlov beramiz ana. Kechki paxtamiz 8 gektarlik.